Video davomida Armanning yengil vazndagi kelajagi, kamar uchun jangi, Ilya va Islam o'rtasidagi jangga fikri va ehtimoliy Conor va Max Holloway jangiga fikrlarini aytib o'tgan. Salom Arman, ahvollaring qanday? Salom, menda hammasi yaxshi, o'zing qanday? G'alaba bilan tabriklayman. Giorgioga qarshi janging kutilganidek unchalik katta drama bo'lmadi. Bu safar sovuqqon harakat qildingiz. Birinchi to'qnashuvga o'xshab muammolar va skandallar kelib chiqmadi. Sen fikrimga qo'shilasanmi? Ha, u bu safar toza harakat qildi, ortiqcha qo'l harakatlariga urinmadi. Rostini aytsam, men hammasi o'tgan safargiga o'xshab boshqacha ssenariyda bo'ladi deb o'ylagandim. Albatta yomon. O'ylagandimki, u yana o'sha rasvo uslubida kurash tushadi deb. U shunday qilish kerak edi, lekin meni hayratda qoldirgan narsa, u bu safar mag'lub bo'layotgan paytida ortiqcha harakatlarga urinmadi. Hech qanday provokatsiya yo'q edi. U charchagan paytda qila olgan yagona narsasi qo'lini bint bilan bog'lash edi. Nima deb o'ylasan, nega u bu safar do'stona harakat qildi? Bilmayman, lekin fikrimcha, ular menga revanshni taklif qilishganida, men albatta keling buni qilamiz deb aytdim. Faqatgina bu safar u qoidalarga amal qilsa. Agarda u jang qilishni xohlasa, men har doim tayyorman. Istalgan vaqtda jang qila olaman. Axir men jangchiman. Oxir-oqibat bu hayotda qiladigan ishim shu. Ertalab uyg'onaman, zalga boraman va shug'ullanaman. Bu yigitga kelsak, u biroz kurash tushadi va plyajga boradi, rohatlanadi va u yerda biroz o'zini videoga oladi. Men esa har kuni jang qilaman. Tushunyapsanmi, bu mening ishim. Agarda kimdir menga kurash bahsida yuzimga musht tushiradigan bo'lsa va men unga revansh beraman, ommani oldida ularga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'laman. Kim haqiqiy jangchi bu yerda yoki kurashchimi? Haqiqiy jang emas, bu yerda kurash bo'ldi. Kurashda esa kim ustunligini hamma ko'rdi. Bahs oxirida uni prigib otganing seni baxtli qildimi? Ha, albatta, siz o'sha vaziyatda Arman havo yo'llarini ko'rdingiz. Ha, men Arman deb aytgan bo'lardim. Arman havo yo'llari. Bu juda ham chiroyli chiqdi. Sport o'yinlaridan omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, hamkorlarimiz sizga ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Kommentariyada havola qoldirilgan o'sha havola orqali ro'yxatdan o'tib, promokod joyiga Manzil MMA so'zini kiriting va hisobingizga birinchi pul to'ldirib, 10 million so'm bonusini qo'lga kiritishingiz mumkin. Va bu safar ham jang oxirida sen unga musht tushirging keldimi? Ha, men tayyor edim, agarda u qandaydir qaltis harakat qilsa. Men tayyorgarlik bilan uni kutib turgan edim. Shuningdek, bahsdan keyin ham siz orqa tarafda yaxshi munosabatda bo'ldingiz. Hech qanday muammolar, drama, hech narsa yo'q edi. Yo'q, u meni oldimga keldi, qo'limni siqdi va o'tgan safarga olgan pullarni menga bermoqchiligini aytdi. Men esa unga yaxshi, bu pullarni xayriya uchun kasal bolaga beraman dedim. Ha, qisqasi u bergan pulni men o'zimga olib qolmadim, uni xayriya uchun o'sha bolaga berdim. Men unga aytdim, bu pullarni olmayman, sendan olgan pullarimni xayriyaga, o'sha kasal bolaga beraman dedim. Ushbu videoda siz buni muhokama qilmoqdamisiz? Ha, aynan shu videoda. Men unga ko'rsatdim pullar qayerga ketganini. Ya'ni, agarda hech kim ko'rmasa bu pullarni ishonch bo'lmas edi. Chunki odamlar aniq manzilni bilishlari kerak edi, ya'ni bu pullar u bolaning hisob raqamiga tushganini. Chunki ko'plab odamlar buni shunchaki aytib qo'yishadi, amalda qilishmasligi mumkin va buni ko'rsatishmaydi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, men bu videoning juda ham ko'plab odamlarga yetib borganidan xursandman. Ular buni ko'rishadi va bu bolaga yordamlarini ayashmaydi. O'sha bola haqida ma'lumot bera olasam, u kim o'zi va qanday kasallik bilan kurashyapti? Bolakay, mening amakivachchamning do'stining o'g'li. Amakivachcham bor va uning do'sti bor va uning o'g'li. Biz u bilan juda ham ko'p ko'rishganmiz, marosimlarda, tadbirlarda va yig'inlarda. Men uni shaxsan yaxshi taniyman. Men uning oilasi bilan ham gaplashganman. Men uni oilasini ham yaxshi taniyman. Shuningdek, menga aloqaga chiqqan va xayriya qilgan barchaga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Va bundan tashqari mening maxsus minnatdorchiligim bu Ali Abdulaziz uchun, chunki u xayriya uchun 10 ming dollar berdi. Hammasi shu yo'lda ketgani uchun men juda ham xursandman. Ha, bu juda ham yaxshi ish bo'libdi. Men sendan ham pul kutayapman. Muammo yo'q, senga qanday yo'l bilan jo'natsam bo'ladi? Men senga havola yuboraman, 500 dollar yetadi. Tushundim, muammo yo'q. Agarda Ali pul jo'natgan ekan, men ham jo'natishim kerak. Aytgancha, men press konferensiyani ko'rdim. U yerda Giorgio Nina va seni tilga oldi, ya'ni u sening qizing ekanligini aytdi. Bu seni g'azablantiradimi? Men to'g'ri aytayapmanmi? Yo'q, meni g'azablantirgan narsa Colby Covington va Dillian Dennis o'rtasida bo'lgan oilaviy gaplar edi. Colby Dillionning onasi, Dillian esa Colbyning singlisi haqida gapirdi. Bu juda ham yomon edi.
Va janglardan keyin ham intervyularda jurnalistlar bunga to'xtalishdi. Bilasanmi, bir vaqtning o'zida Giorgio mendan Nina haqida so'raganida endi tasavvur qilib ko'r, Dillian Dennisning onasi yoki singlisi haqida gap ketyapti. Bunday haqoratomuz gaplarni qabul qilish qiyin. Ayniqsa u oila haqida bo'lsa va onalar, singillar, xotinlar yoki haqiqiy do'stlar haqida gapirilsa, bu juda ham yomon. Agarda sendan shaxsiy so'rovlar bo'lsa, unda o'zimdan so'ra. Va ha, Giorgioning gapi ham meni g'azablantirdi, chunki Nina bilan biz shunchaki do'stlarmiz. Sen uni hurmat qilishing kerak, u ham mening do'stim. Va albatta, butun odam biladi, Nina bilan bizning o'rtamizda hech qanday shaxsiy munosabatlar yo'q. Biz shunchaki do'stlarmiz. Biz odamlarga kontent yaratamiz va ular buni yoqtirishadi. Rafga to'xtaladigan bo'lsak, sen va Colby Covington o'rtasidagi to'qnashuv bu katta banger bo'lardi. U Dillianni mag'lub qilganidan keyin sizlar press konferensiyalarda bir-biringizga katta gaplar gapirdingiz. U seni American Top Teamda har kuni kaltaklaganini, sen esa buni hech qachon bo'lmaganini aytding. Va ikkingiz o'rtangizdagi to'qnashuv qanday bo'lardi agar UFC bunga ruxsat berganida? Bilmayman, agar UFC bunga ruxsat bersa, bu ajoyib bo'lardi. Chunki biz UFCda boshqa vazn toifalarida jang qilganmiz. Men 70 kilogramda, Colby esa 77 kilogramda. Biz oldin oktagonda umuman to'qnash kelmaganmiz va shu bilan birgalikda uning hozirgi holati juda ham past. U hatto da'vogar ham emas. Shunchaki odatiy jangchi, faqatgina ismi bor va ko'p gapira oladi. Va albatta bizning yo'llarimiz agarda kesishadigan bo'lsa, katta shovqin ko'taramiz. Va bu men uchun juda ham oson pullar bo'ladi. Men bodybuilderni yo'q qildim, endi esa navbat Colby. U shunchaki har kuni pivo ichadi va kechqurun qo'shimcha mashg'ulotlar qiladi. Boshqa payt shug'ullanmaydi. Bu men uchun oson bo'lardi. Arman, biz sen bilan oxirgi marta suhbatlashganimizda o'shanda bu Las Vegasdan keyingi turnirda edi. Va sen o'shanda aytib o'tgandingki, rahbariyat bilan men borib gaplashishim kerak deb. Ha, biz o'shanda men uchun keyingisi kim bo'lishini suhbatlashgandik. Yaxshi, bu qanday hal qilindi? Men formada bo'lishim kerak, shug'ullanaman va agarda Oq uydagi turnirning asosiy jangida kimdir jarohat olsa, men uning o'rnini qoplashga tayyorman. Va shuningdek, mening keyingi jangim Oq uydagi turnirning asosiy natijasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni Topuria va Gage'ning jangiga. Va shundan keyin ular mening keyingi jangimni e'lon qilishadi. Ya'ni sen bu jang uchun zaxira jangchi bo'lib tasdiqlandingmi? Yo'q, men vazn qilmayman. Ya'ni men formada bo'laman, trenirovka qilaman va 4-5 kun oldin kimdadir qanday muammo bo'lsa va o'shanda men vazn tashlayman. Ha, yaxshi. Umuman olganda, demak sen Gage va Topuria jangining g'olibiga qarshi chiqasan. Ha, shunday bo'lishi kerak. Ammo bu yerda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil faktorlar ham bor. Rostdanmi? Qanaqa faktorlar, buni ayta olasanmi? Yo'q, UFC menga bu haqida gapirishni taqiqlagan. Lekin umuman olganda bu ajoyib bo'ladi. Ajoyib bo'lishi kerak. Bu UFC tarixidagi eng katta janglardan biri bo'ladi. Sen va Ilya. Agarda Ilya g'alaba qozonsa, sizlar to'qnash kelasiz. Bu gigant jang bo'ladi. Ha, tasavvur qilyapsizmi, men va Ilya Oq uyda jang qilganimizda? Butun dunyo bu haqida gapirardi. Faqatgina Oq uy emas, farqi yo'q. Bu jang Madridda bo'lsa ham katta shovqin ko'tarardi. Ha, buyuk to'qnashuv bo'lardi, chunki ikkalamiz ham yoshmiz va prime davrdamiz. Va odamlarning 50% Ilya g'olib bo'ladi deb o'ylashadi va 50% meni. Va umumiy hisobda bu juda ham katta shov-shuvli jangni keltirib chiqarardi. Nima deb o'ylaysan Ilya Topuria atrofida bo'layotgan gap so'zlarga, ya'ni u 77 kilogramga ko'tarilib Islom bilan kamar uchun jang qilishiga? Bu to'g'ri qarormi? O'ylaymanki, bu uning uchun aqlli qaror bo'ladi, chunki 77 kilogramga ko'tarilib yaxshigina pul ishlaydi. Va agarda u Islomga mag'lub bo'lsa ham odamlar aytishadi, "O, bu bola 3-kamarga harakat qilib ko'rdi." Va tasavvur qilib ko'r, agarda u Islomni mag'lub qiladigan bo'lsa, MMA tarixidagi eng buyuk jangchiga aylanadi. Avval hech kim 3ta kamarni qo'lga kiritmagan. Va shundan kelib chiqadiki, agarda u 77 kilogramda g'alaba qozonadigan bo'lsa, sizlar jang qilmaysiz. Yaxshi, agarda u mag'lub bo'lib qaytsa-chi, men uni 70 kilogramda kaltaklayman va UFC uni rosterdan chiqarib yuboradi. Arman Makayev bilan grappling bahsing ko'pchilikka qiziq tushdi. Ha, bu hech narsadan ko'ra yaxshiroq ish bo'ldi. Bu men uchun katta risk edi. Men katta tavakkal qildim. Tasavvur qil, agarda men uni bo'g'ib qo'ymaganimda juda ham ko'plab odamlar meni hate qilardi.
Ha, seni tana gabariting undan ancha katta, g'alaba qozonishing kerak edi. Yeah, I have to win, and Ha, men g'alabani and qo'lga kiritishim kerak was edi. a Bu risk mening uchun katta for me. tavakkal edi. If I Va agarda men uni bo'g'ib qo'ya yeah, olmaganimda, if you tasavvur knock qil him out, mendan 3 can vazn imagine you past cannot toifada like jang choke qiladigan him out yigitni all the va way with qanday a qilib men knockout. Ilya Topuryani You bo'g'ib have to qo'yishim prove it. mumkin. Right. Right. Ha, bu Fair. adolatdan senga That's anchagina why bosim Sen tushgandi. Vegasdagi BMF turnirida eding va endi menga insaydlar kelmoqdaki, Conor McGregor va Max Holloway mish-mishlari bor. Ularning jangi 77 kilogramda qanday bo'ladi deb o'ylaysan? BMF uchun Conor va Max Hollowaymi? Conor. Yo'q, bu BMF kamar uchun emas. Sen BMF kamar uchun Oliveira va Holloway jangini ko'rding. Va menga mish-mishlar kelmoqdaki, iyul oyida ular Conor va Max Holloway jangini tashkil qilishadi. Bu yaxshi jang. But Ammo o'ylaymanki, uslub jihatdan bu Conor uchun yaxshi jang bo'ladi. Sening o'ylashingcha Max 77 kilogramda o'zining tarixiy yo'lidagi janglarni ko'rsata olmaydimi? Ha, Max allaqachon tugagan. U faqatgina pullar ishlab topishi va nafaqaga chiqishi kerak. Seningcha hammasi bo'ldimi? Ha, endi u avvalgi Max Holloway emas. Max anymore. Okay. What makes you say that? Because in his last fight, U oxirgi jangida juda ham yomon ko'rindi. His last fight, he looked so Bu bad. aqlga sig'mas edi, u yomon ko'rindi. you were Bu surprised. seni ajablantirdimi? I was Sen qanday surprised qilib how kurash he tushishni looked bilmaysan. like Senda from kurash nol. Sen bu silhouette sportda you've 20 been yildan for berisan. like 20 years Va sen now. shunchaki You- Charles you Oliveiraning like- takedownlaridan himoya topa takedown olmayapsan. from Charles Oliveira. Charles Oliveirada has no takedownlar takedown. yo'q. He has- Ha, unda yaxshi jujitsu mahorati shakllangan, lekin men hech qachon uni kurashda dominantlik qilganini ko'rmaganman. Him wrestle very well, but he cut him down like Lekin Max bilan jangda u shunchaki odamlarga va Maxning o'ziga ham master class ko'rsatib qo'ydi. masterclass, from wrestling from Charles. Yeah. O'ylashimcha Max 2-3 yil Dog'istonga borishi kerak va keyin qaytsa bo'ladi.